Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Azroq vaqtim chiqib qoldi. Kitobni o'qib beray. Kunimizga quloq solgaysizlar. Mana bugun Hirat Amir o'g'il Qosim Bobur bilan Xonzoda Abdullatif xonning ikki o'g'li Ahmad Mirzo, Muhammad Jo'giylarning Samarqand shahrini muhosiraga olganiga 38 kun bo'ldi. Öz vaqtida ancha ap o'tishmagan bu qarindoshlar endi taxt saltanatdan iborat o'rtaq maqsad uchun ittifoq tuzishgan edi. Kichik vaqtidan tortib buvisi Shahrux Mirzoning o'rdisida tarbiyalangan o'g'il Qosim Bobur Mirzo ilmga herisman, ilm ahlini hurmatlaydigan fazilatli yigit edi. Shu sababdan tog'isi Mirzo Ulug'bekka alohida hurmati bor edi. Hiratga amir bo'lgandan beri Mirzo Ulug'bekka sadoqatman bo'lib, hukumat ishlarini Mirzo Ulug'bekka tahlil qilib, Xonzoda Abdullatif xon bilan aksi Alauddin davla vayron qilib o'tgan Hiratni qaytadan gullantirgan nurg'un ilm ahlilarini, san'atkorlarni, shoir, tarixchi, binokor, naqqoshlarni Hiratga qaytadan jalb qilgan edi. Cümleden əmdil 15 yaşa kirgan Alisher Navoiyning kichik ko'may ordisiga taklif qilib xizmatga olgan edi. U Mirzo Ulug'bekning o'limiga bakmi echindi. Navra akasi Xonzoda Abdullatif xonni e'tirof qilmadi. Hiratda o'z oldiga mustaqillik chaqirladi. Abdullatif xonning o'limidan keyin taxtga chiqqan yana bir navra akasi Abdullah Mirzo bilan texmi ap o'tmadi. Belki onu hain, satqınlıqda ayıplab məktub əvətdi. Samarqand taxtigohi Abu Said Mirza'nın qo'liga o'tgandan keyin Samarqandga lashkar tortishni ko'ngliga pukkan bo'lsa-mu, bir mazgil fursat kutib qarab boqmoqchi bo'lgan edi. Navra akasi Xonzoda Abdullatif xonning ikki o'g'lining yordam so'rab kelishi uning Samarqand saltanatini egallash orzusini birdan kuchaytirib qo'ydi. Şunun bilan ochiq oshkora taxt da'vosi qilib Abu Said Mirzoga urush e'lon qildi. Abu Said Mirzo Samarqand shahrini qattiq mudofaa qilib, faqat jangga chiqmadi. O'g'il Qosim Bobur Mirzoning jangi undashlari, haqoratlashlari, hatto o'rog'iga tegish uchun avatgan ayol kishining ko'nglak, tambal, ro'mol, halqa, bag'irdoq, bilazuklarni kor qilmadi. U Hirat lashkarlarining oziq to'liqlari tugab, o'zligidan chekinishni kutib o'tdi. U Hirat lashkarlarining oziq to'liqlari tugab, o'zligidan chekinishini kutib o'tdi. Yolg'iz lashkarlarni emas, butkul shahar xalqini to'liq qo'zg'ab, shahar sepiliga sanjoq o'rinlashtirib o'tgan, shahar xalqining uylarini chuvib, yog'och tosh, xish-kesaklarini sepilning tubiga tog'dak do'yilib o'tgan edi. Hirat lashkarlari bir qancha qatim hujum qilgan bo'lsa-mu, sepilning ustidan yomg'irdak yig'ayotgan yog'och tosh, xish-kesaklarga yo o'qlarga duch kelib, ilojisiz chekingan edi. Ochliq oziq-to'likni yetkicha g'amlab olgan Abu Said Mirzoning lashkarlar va shahar xalqining qo'rqishidan vaqtincha g'ami yo'q edi. Shunga har kuni bir necha vaqt shahar mudofaasini ko'zdan kechirib, sarkarda lashkarlarni shahar xalqini rag'batlantirib, ilhom beradi. Shu kunlarda u heliqi kesilgak tusxo'yini tashlab, boshqacha muloyim, silliq sipoyi bo'lib qolgan edi. Ilgari onchikim savallik sodir qilganlarni darraga bosqizib jazolatgan bo'lsa, hozir xeyli ig'ir savallik o'tkazganlarni kang qo'saqlik bilan afu qilib o'tdi. Tili qoymoq bo'lib ketgan edi. U O'g'il Qosim Bobur Mirzoning lashkarlariga oziq-to'lik yetkazolmay, pot yaqinda qamalni bekor qilib chekinib ketadiganligiga ishonadi. U O'g'il Qosim Bobur Mirzoning lashkarlariga oziq-to'lik yetkazolmay, pot yaqinda qamalni bekor qilib chekinib ketadiganligiga ishonadi. Abu Said Mirzo Ko'ksaroydagi taxtda o'tirib yolg'iz xiyol surishga xushtar bo'lib qolgan edi. Ulug' bo'lsa Amir Temur ko'raganning shavkatini asliga keltirib, yolg'iz Mavara-un-Nahir, Xorason, Farg'ona vodisining emas, Mag'ribda Bag'dod, Damashq, hatto Makka Mukarramgacha, Mashriqda Mo'g'uliston, hatto undan yiroq bo'lgan
bepoyon zaminning hukmdori bo'lishni, buyuk xoqonlik taxtida o'tirib davron surishni xiyol qiladi. Bu allarni qanday bo'ysundirish haqida plan tuzatdi, boshqa turadi. Ma'lum bo'lg'ay. Shahnishinga putuning uchida dastlab kirgan Hudaychibay Abu Said Mirzaning xiyolini bo'lib o'tdi. İcazət, dedi o beşini götürüb. Andijonga avatgan oyg'oqchi yetib keldi, qudratli panohgohim. Abu Said Mirza taxtda o'tirgandan beri Andijon amiri Mirza Ali Kichik uni qutlab maktub avatgan bo'lsin, sovg'a salom avatmagan, hatto salomga kelmagan edi. Mirza Ali Kichikning to'liq pasiboni olmishib turgan Samarqand taxtiga ishonch qilolmay, ehtiyotkorlik bilan vaqt o'tkazayotganligini his qilgan Abu Said Mirza bir tarafdan Andijonga chiroyli so'zlar bilan maktub avatsa, yana bir tarafdan Mirza Ali Kichikning o'y xiyolini bilib beqish uchun oyg'oqchi qo'zg'an edi. Tunigun oyg'oqchining o'zini ma'lum qilib, yo o'qig'i chigib otgan xeti sepilni muhofazat qilayotgan lashkarlarning qo'liga tushgan Abu Said Mirza sarkarlarga oyg'oqchini pam bilan shaharga akirishga farmon bergan edi. Boshlab kirsinlar, dedi Abu Said Mirza. Oyil o'tmay Hudaychibay oyg'oqchini boshlab kirdi. Assalomu alaykum, shavkatli panohgohimizga ehtirom bo'lg'ay, dedi oyg'oqchi salom berib. Va alaykum assalom. Xo'sh, qanday xabarlanib keldilar? Kechirsizlar olinglar. Shum xabar olib keldim. Abu Said Mirzaning yuragi jig'ida qildi. So'zlayasizlar, dedi u ichki tuyg'ularini yo'shirib. Ol Andijon amiri Mirza Ali Kichikning qiblagohimizga sadoqatsizlik qiladigan niyat muddalarining bor yo'qligini texchi bilanmidik. Lekin hozir Andijon xavf ostida turibdi. Mo'g'uliston xoni Sulton Esonbug'o xon 3 tuman sarkar lashkarlari bilan bostirib kelib, Andijon shahrini uzukning ko'zda qo'rshib oldi. Kamina navkarlari bu yon manganda Andijon amirining qiblagohimizdan madad tilab, shahardan yo'shirinchi bang'izgan chaparmanlar bilan uchrashdim. Ular bilan birga keldilarmi? Shundoq oliylar. Ular hozir Hirot lashkarlaridan ehtiyot qilib, Kongilda yo'shirinib turibdi. Bu kutilmagan shum xabar Abu Said Mirzaning planlarini buzib o'tgan edi. Agar shu topda Obul Qosim Bobur Mirza Mo'g'ulistonliklarning Farg'onaga hujum qilganligidan xabar topadigan bo'lsa, bir amallan qilib oziq-to'lik to'liqlab, shaharning muhosirasini texmi chingitishi, hatto shaharga boshqacha usullar bilan hujum qilishi mumkin edi. Xutum, dedi Abu Said Mirza biroz xiyol surib olgandan keyin. Sizlar darhol shahardan yo'shirinchi chiqib Kongildagi o'l chaparmanlarga farmonimni yetkazsinlar. Yo'shirilgan joydan zinhor sirtqa chiqmasin. Xususan Hirot lashkarlarining ko'ziga cheliqib qolmasin. Andijonning xavfli qolganligini boshqalarga deb yurmasin. Agar farmonimga xiloflik qilsa, jaddi jamoatining urug'ini quritib etaman. Farmon berdorman, dedi oyg'oqchi titrab. Ko'rsatgan to'hfalar ayrim tortiqlanadi. Silini oqshomliqqa sarkarlar sepildan tushirib qo'ysin. Yonsinlar. Oyg'oqchi ta'zim qilib xo'shlashdi. Shahnishinda yolg'iz qolgan Abu Said Mirzani yana g'am bosdi. Ma'o peshkallikni ko'mamdigan. Endi qanday qilsam bo'lar? Obul Qosim Bobur degan badrak Andijonning ahvolidan xabar topgan bo'lsa, qamalni hargiz bo'shatmaydi. Balki Mo'g'uliston sultoni Esonbug'o xon bilan ittifoq tuzish uchun harakat qilishi mumkin. U chaqda toji taxtni saqlab kelishga fursat qolmaydi. Sulton Esonbug'o xonni dod, o'yin qumar, sharob qumar deb anglab edim. Ajab kollos ishlab ketibdi.
Mirza Ulug'bek oliylarining qazo qilganligidan, Samarqand taxtigohining urush ma'lumotchiligi qilganligidan foydalanib, Andijonni qo'lga ilib, Farg'ona vodisini istilo qilmoqchi bo'pti-da. Demisimi, Mo'g'ulistonliklar Farg'ona vodisini azaldan tinchitmay kelgan. Buningga o'z vaqtida Mirza Ulug'bek oliylarimi amalsiz qolgan edi. Agar Andijonni qo'lga ilib oladigan bo'lsa, ular hargiz buningga shukr qanoat qilmasdan, balkim Samarqandga tahdid soladi. U chog'da Hirotni to'liq qo'limga ilib, Iroqni istilo qilish muddaim sug'uchilishidi. U chog'da Hirotni to'liq qo'limga ilib, Iroqni istilo qilish muddaim sug'uchilishidi. Ol Mo'g'uliston sultonini cheklab turgan unumli bir tadbir tepilmasmi zoti? Ularni Mo'g'uliston tavasidan chiqarmay tutib turg'ili bo'lsaydi, men xotirjam holda avval Hirotga, ondan Bag'dodga askar tatgan bo'lar edim. Chunqur xiyolga patgan Abu Said Mirza kollasiga tuyuqsiz kelgan bir aqldan qattiq hayajonlanib ketdi. Uning esiga Sulton Uvaysxonning cho'ng xonzodasi Mo'g'uliston taxtigohining da'vogari xonzoda Yunusxon kelgan edi. Chunki ayni yili Yunusxon Mirza Ulug'bekdan yordam talab qilib Samarqandga kelganda o'rnida Abu Said Mirza bor edi. Hatto u Miranshah To'rg'aning Qashqarda o'ldirilgan inisi Sotiqxonning qissasini Turpandan Yunusxonga agishib kelgan begunoh Mo'g'uliston fuqarolaridan olmoq bo'lib, ularni qonli qirg'in qilishiga yordamlashgan edi. To'g'ri. Mo'g'ulistonning yana bir xonzodasi, taxt saltanat da'vogari hozir Bag'dodda emasmi? Nemish uni tepib kelib inisiga solmayman? Mana bu Sulton Eson-Bo'g'oxonning eng cho'ng ojizligi. Aslida qoida bo'yicha Mo'g'uliston saltanatining taxt vorisi bo'lishga tegishli kishi Yunusxon emasmidi? Uningga ozroq lashkar, ta'minot berib, Mo'g'ulistonga avatsam, Enis Eson-Bo'g'oxondan toji taxtni so'yib olamizmi? Bir necha yil tahdid bo'lib turadi. Uning tasarrufimizni isloh qilish yo'lini to'sadi. Navoda Mo'g'uliston saltanatini so'yib olishga muvaffaq bo'la olsa, bu yanada Samarqand taxtigohi uchun foydali. U chog'da xonzoda Yunusxon bu g'alaba nusratni, shon sharafni mendan ko'rib minnatdor bo'ladi. Menga beqinadi. Saltanatimga tahdid bo'lmaydi. Men xotirjam holda Hirotga lashkar tortalayman. Balkim Bag'dod, Damashq, Makka mukarramni istilo qila olishim mumkin. Bir chalmada ikki paxtakni so'qish degan mo'sha emasmikin? Abu Said Mirzaning vujudini hayajon chulg'ulagan edi. O'z vaqtida donishmand Mirza Ulug'bek oliylarining nemishqa bu ishlarga aqli yetmagan bo'lg'aydi. To'g'ri, u chog'da oliylarning asyoda rasadxonida edi. Osmonning sirlarini ichish bilan bo'lib ketib, zaminning sirlarini ichishga ko'ngil bermagan. Mush usul bilan muddaimni amalga oshiradigan bo'lsam, jahondagi barliq tojdorlar menga qoyil bo'lishadi. Shoni shavkatim donishmand Mirza Ulug'bekdan eshib ketadi. Shoni shavkatim donishmand Mirza Ulug'bekdan eshib ketadi. Podshoh degan elga posibon bo'lib podshoh qilg'ini, yurtdorchilik tizginini qandoq tutib turish haqida ko'proq boshqa turg'ini yaxshi. Ilm tahsil qilish, olam sirlarini ichish ishlarini olim o'limalarga qo'yib bergan tuzuk. Ham podshohlik, ham olimlikni tang ilib bog'lab bo'lmas. Mirza Ulug'bek oliylarining halokatining sababi balkim mushi bo'lsa kerak. Samarqand shahrining texchilik qatmuqat qo'rsavda turayotganligini tuyuqsiz esiga olgan Abu Said Mirzaning vujudini birdamlik yoyratgan she'rin tuyg'ular shippida tarab ketdi.
Samarqand shahrining texchil qatma-qat qo'rshavda turayotganligini tuyuqsiz esiga olgan Abu Said Mirzaning vujudini birdamlik yayratgan shirin tuyg'ular shippida tarab ketdi. Ko'ngliga g'am tumanlari qaytadan soya tashladi. Obul Qosim Bobur Mirzaning ishini qanday qilsam bo'lar? Eng yaxshisi u Andijonning xavf qolganligini bilib qilishdan avval muvofiq bir tadbir qo'llansam bo'ladi. Andijondan kelgan chaparman Kongilda yo'shirinavog'ini bilan Obul Qosim Bobur Mirzani taraf-tarafga oyg'oqchi mang'uzgan bo'lishi mumkin. Uning ustiga savdogarlar toifasi jim turmaydigan haq. U yurtdan bu yurtga xabar to'shib yuradi. Ularning og'zini etib elish, yo'lini to'sib elish mumkin emas. Mirzani qanday qilsam Heratga ketkizib yetalarman? Uning xonlik martabasini e'tirof qilsam-chi. Abu Said Mirza Herat taxtigohining mustaqilligini e'tirof qilishni hargiz xohlamaydi. Buzrukvar bo'lsa buyuk Amir Temur saltanatini asliga keltirishni kech-kunduz orzu qilib kelgan bu hukmdor uchun Obul Qosim Bobur Mirzaning mustaqilligini e'tirof qilish shavkatiga dog' tushirganlik hisoblanadi. Lekin u navbatdagi jiddiy vaziyat oldida bu azobli reallikni e'tirof qilmay mumkin emasligini his qildi. Hozircha shunday qilmaymi bo'lmaydigandek turadi. Avval sulhiy usul bilan Obul Qosim Bobur Mirzani chekindirgach turay. Xonzoda Yunusxonni Iroqdan tepib kelib, Mo'g'ulistonga yo'lga solgandan keyin ondan Heratning ishini o'ylashardi. Tadbirlik hukmdor raqibiga yo'l qo'yib, o'ziga fursat yaratishni bilishi kerak. Chunki bu hukmdorlik tadbiri. Heratni hamon tasarrufimga olaman. Xurosonni qo'limga olmay turib, qandoqmi Iroqdan eg'iz ochqili, boboy buzruk Amir Temur shavkatidan so'z ochqili bo'lsin. Ma'lum bo'lg'ay. Shohnishinga oldirab tinab kirib kelgan Hudaychibekning ovozi taxtda tugilib o'tirgan Abu Said Mirzaning tagsiz, g'amnok xiyollarini bo'lib-atdi. U beshini ko'tarib Hudaychibekning ko'ziga tikildi. Xush xabar olinglar. Abu Said Mirzaning yuragi hayajondan to'pirlab ketdi. Lekin xoqonlarga xos salobitini buzmay, Hudaychibekning gap qilishini saqlab turdi. Obul Qosim Bobur Mirzaning elchisi keldi. Sulh talab qilmoqchi ekan. Abu Said Mirza endi hayajonini yo'shirolmadi. Taxtdan qandoqsiga turib ketganini o'zim sezmay qoldi. Karomatli Tangrim, ko'rsatgan himmatingga tasanno. Ag'yorlarimning oldida rasvoy azm qilmaganingga ming qatla shukr. Ahvolim qaraganda Mavara Nahir, Xuroson, Farg'ona burchida Shohruh Xilona yulduzi tamoman o'chganga o'xshaydi. Abu Said Mirza xiyolini yig'ishtirib, buyruq kutib turgan Hudaychibekka qaradi. Elchini bir osh pishimdan keyin dargohimga boshlab kirsinlar. Shu topda Abu Said Mirzaning yov elchisini o'tdek qabul qilg'isi, fikr talablarini anglab sulhiy tuzgisi bo'lsin, lekin elchilarni saqlatish orqali ko'ngliga tashvish selish, ularga oldirab sulhiga kelgisi yo'qdek tuyg'u berish uchun vaqtni qasddan keyniga so'zgan edi. Samarqandni bir oydan ortiq qamal qilibmi, Abu Said Mirzaning mo'yini tavirtanmagan Obul Qosim Bobur Mirzaning qattiq ichi pushib ketgan edi. Uning ustiga oziq-to'yliklari tugab qolay degan bo'lib, Iroqdan oziq-to'ylik to'shib kelib, Samarqandni davomli qamal qilish yoki lashkarlarni chekindirib, yondiruq yili yozda qayta lashkar tortish haqida bir qarorga kelinmay, chiktoyin bo'lib qolgan edi. Chunki kuz oxirlashib, sovuq tushishga boshlagan edi. Shundaqla sarkarda lashkarlarmi g'alaba nusratdan nishoni yo'q, qamaldan zerikib qolgan edi. Mushundaq ketaversa, ularning jang qilishga bo'lgan ishonch jasorati suslab qoladi. Uning ustiga Iroq taxtini buncha uzun tashlab qo'yishga ko'ngli unmaydi. Navoda uning yo'qligidan foydalanib, navr qarindoshlari yoki okalaridan biror lashkar boshlab kelib qolsa, buning oqibati texmi eg'ir bo'ladi. Qamalni bo'shatib Iroqqa qaytsa, Abu Said Mirzaning qo'g'lab zarba berishi, sarkarda lashkarlarning oldida obro'yi to'kilib, rasvo bo'lishi mumkin edi.
Yenida turayotgan Abdullatif xonning ikki o'g'ligimi to'liq ishonmaydi. Hech qanday natijasiz jimjitli chekinadigan bo'lsa, ular uni hargiz ko'zga ilmaydi. Balkim Samarqand taxtidan voz kechib, Hirot taxtiga da'vo qilishi, uningdan Hirotni bekorlashni talab qilishi mumkin edi. Mushlarni nazarga olgan Ubul Qosim Bobur Mirzo Ahmad Mirzo bilan Muhammad Jo'giylardan yoshirincha Abu Said Mirzodan sulhi talab qilib elchi avatgan edi. U buni o'zi mo'ljallagan har qanday mag'lubiyat kelishmasliklardan yaxshiroq chora deb faraz qilgan edi. Elchi bilan ko'rishgan Abu Said Mirzo Ubul Qosim Bobur Mirzo Samarqand taxtigohimga Elchi bilan ko'rishgan Abu Said Mirzo Ubul Qosim Bobur Mirzo Samarqand taxtigohiga zimmiylik bildirib, mustaqillik taxt da'vos qilishdan voz kechadigan, Abu Said Mirzoning xonligini e'tirof qiladigan, uning har qanday farmoniga bo'ysunib, ikki tashqi dushmanlarga birlikda taqobil turadigan, oba ajdodlarining ruhini xush qilib, tuqqandarchilik qilib o'tishadigan bo'lib kelishim tuzishdi. Kelishimga har ikki taraf qo'l qo'yishdi. Din peshvolari, xalq vakillari guvoh shohid bo'lishdi. Kelishimnoma rasmiy imzolanib bo'lgandan keyin Ubul Qosim Bobur Mirzo shahar muhosirasini bekor qilib, lashkarlarni ikki parsah yiroqlikqa chekindirdi. Ondan har ikki tarafning sarkardalari ko'hak edirliqiga bir vaqtlik shahona supi yasadi. Abu Said Mirzo bilan Ubul Qosim Bobur Mirzo qurolsizlangan 100 dan navkarni agashtirib kelib, mushu shahona supida yuz ko'rishdi. İmza qo'yishgan kelishimnomani almashtirishib, tuzga chilangan bir burdadan nonni yeyishib, va'dasiga amal qildiganligini bildirishdi. Ubul Qosim Bobur Mirzoning Abu Said Mirzo bilan sulhi tuzganligidan norozi bo'lgan Xonzoda Abdulla Latif xonning ikki o'g'li Ahmad Mirzo bilan Muhammad Jo'gi navkarlarni agashtirib, Baliq tarafga yomonlab ketdi. Kuchlik raqibini ana ashundaq sulhi tadbirlar bilan chekindirib, kutmaganda Hirotni markaz qilgan Xorason vodisining ko'p qismini tasarrufiga ilishga muvaffaq bo'lgan Abu Said Mirzo Xonzoda Yunusxonni darhol tepib kelishga Iroqqa choparman avatdi. Hamda Andijonni Sulton Esonbug'a xonning tahdididan qutuldirish uchun sarkarda lashkarlarni mang'uzdi. Samarqand Hirotga o'xshash markaziy shahar hisoblanadigan Andijon Farg'ona vodisining o'ttirsiga Sayhun daryosining janubiga joylashgan bo'lib, sirtdan eqib kiradigan 9 eriq suv uning hayotlik manbasi hisoblanadi. Samarqand Hirotga o'xshash markaziy shahar hisoblanadigan Andijon Farg'ona vodisining o'ttirsiga Sayhun daryosining janubiga joylashgan bo'lib, sirtdan eqib kiradigan 9 eriq suv uning hayotlik manbasi hisoblanadi. Shaharni odamni cho'kirgidek suv qachilangan xandak o'rab turdi. Xandakning sirtida tosh yotqizilgan yo'lning sirtini kujum mahallalar o'rab turdi. Bo'stonliqning markaziga joylashgan bu shahar qarmoqqa ajoyib nafs yasalgan uzukning ko'ziga o'xshaydi. Andijon shahrini qatma-qat qo'rshib olgan bo'lsa-mu, texchilar shaharni olamagan Sulton Esonbug'a ham jiyli bo'lib qolgan edi. Gerçi shaharga eqib kiradigan 9 eriqning suyini butunlay to'xtatib etganiga bir haftadan oshgan bo'lsa-mu, Andijon amiri Mirzo Ali Kichik yo jangga chiqmay, yo taslim bo'lib shaharni topshirmay yetib olgan edi. Mo'g'uliston taxtiga o'tirgandan beri tunji qatim o'zi mustaqil lashkari yurishga qo'mondonlik qilayotgan bo'lg'achmi, Sulton Esonbug'a xon g'alaba qilishga oldirab qolgan edi. Ordadagi peshqadam amirlarga, sarkarda lashkarlarga o'zining tadbirlik, jasoratlik Bahodir xon ekanligini isbotlab bergisi bor edi. Biroq lashkar tortib kelgandan beri Andijon lashkarlari bilan biror maydon jang qilib boqmadi. Andijon amiri Mirzo Ali Kichik uning jangi undashlariga parvo qilmay, shaharni mustahkam muhofazat qilib yetib olgan edi. Shu sababli uning ichki kuchi kuchayib ketgan edi. Bugun u Shohchedirda o'ziga hamroh bo'lib o'tirgan Soniz Mirzo bilan yo shaxmat o'ynashga xush yoqmay yoki sharob ichishga ko'ngli topmay botnab o'tiradi.
Sanız Mirza bo'lsa, oldidagi urug'lari ratlik tizilgan shaxmatga qarag'inicha oqsuvda qolgan chiroyli cho'kini Oyjamal xonimni eslab, shirin xiyollarga g'arq bo'lgan edi. Po'lat Bahodirni chaqiringlar. Sultan Isanbulga xonning buyruqidan cho'chib ketgan Sanız Mirza das o'rnidan turib ketdi va xonning o'ziga emas, mahrimiga buyruq qilayotganligini bilib, yana joyida o'tirdi. Bir o'tlam sharob ichib boqqanlar oliylari. Dedi u chiroyidan hozirli qor yomg'ir yog'digandek tutilib olgan xonga qandoq tasalli berishni bilolmay. Qo'ysinlar, dedi Sultan Isanbulga xon. Sanız Mirza ko'zdan qo'shtishi jamg'a sharob quyib, ikki qo'llab tutdi. Isanbulga xon sharobni bir tiniqtila gupildatib ichib. "Chilim", deb to'ladi Isanbulga xon qo'shtishi jamni Sanız Mirzaga sunib turib. Bir yanda buyruq kutib turgan chilimchi dastasiga Yoqubning ko'z qo'yilib yasalgan chilimga ozroq nashib esib, ustiga cho'g'dashladi-da xonga ehtirom bilan tutdi. Ichi siqilib ketgan Sultan Isanbulga xonning xumori tutgan edi. Chilimni ishtiyoq bilan sho'radi. Shu hamon burnidan ko'p-ko'p tutun turilib chiqib, atrofga mazali kandir puraqi tarashqa boshladi. Chilim xumori tutgan Sanız Mirza xonning qo'lidagi chilimga ta'magarlik bilan qarab qo'ydi. Biroq xumori besiqqan Sultan Isanbulga xon chilimni Sanız Mirzaga emas, chilimchisiga uzatdi. Atrofga targan tutunni oshko'zlik bilan so'mirayotgan Sanız Mirza ilojsiz xumorni sharob bilan besishga majbur bo'ldi. Shu asnoda Po'lat Bahodir oldirash kirib keldi. Shavkatli Bahodirxon oliylariga ehtirom bo'lg'ay. Xo'sh, joy olsinlar. Po'lat Bahodir xonning udul tarafiga kelib o'ltirdi. Sultan Isanbulga xon chegirini saqlayotgan lashkarlarga Mirkarim Bardibagni amr qilib, Po'lat Bahodirni o'rniga qaytarib kelgan edi. "Andijon qal'asini qachongacha qo'rshab yotimiz?" dedi u sarkardasiga norozilik bilan qarab. "Texchi qal'a kirgidek yaxshiroq tadbir topolmadingmi?" "Qibligohimga ma'lum qilay deb turgan", dedi choch soqollari oqirib ketgan Po'lat Bahodir sal qimirlab qo'yib. "Shaharga kirish uchun sepilning tegidan laxmi ko'laylimkin deyman." "Laxmi ko'lamdoq?" Bu tadbirga qiziqib qolgan Sulton Isanbulga xon qaddini rostladi. "Shundoq qibligohim. Attigandan beri shahar sepilini tafsiliy kuzatib chiqdim. Xandakning tegidan laxmi qo'lasak shaharga kirishga muvaffaq bo'lalig'idaymiz. Xandakda pilmuqat suv tursa, xandakni qandoq bo'lmoqchisizlar?" Pilmuqat degani lip-miliq degan so'zgan. Lashkarlar hozir o'stan chepayotdi. Xandakdagi suvni ochiq o'stan orqali eqtivatgili bo'ladi. Sulton Isanbulga xonning chehriga suvs kulki yugurdi. "Ol o'stan qachon bitar?" "Ta'mimcha namozdigargacha bitadi oliylar. Xandakdagi suvni kechich eqtib bo'lamiz. Yo'l boshlasizlar, ko'rib kelaylik." Ular shohchedardan chiqib otlarga minishdi. Minglagan lashkarlarning qo'l-qo'lcha o'stan chepayotganini ko'rib, Sulton Isanbulga xonning vujudi qaytadan umidga to'ldi. "Laxmini mahalla ichidan ko'lab sepilning ostiga tutashtirsak, Andijon lashkarlari sezolmaydi", tushuntirdi Po'lat Bahodir. "Hisobimcha, o'gillikka al-yotqi mahalda qal'aga kirgili bo'lur deyman." "Barakalloh", dedi Isanbulga xon hayajonlangan holda. "Laxmini ko'proq qo'lasinlar. Andijon shahrining 3 darvozasining ikki tarafidan jami 6 laxma qo'lashni o'yladik. Laxmidan kirgan bahodirlarimiz avval darvozaga lashkarlarni ujuqtirib darvozani ochsa, asosli qo'shinimiz darvozadan kirib shaharni chopqin qiladi. Laxma qo'lashni darhol boshlasinlar", dedi Isanbulga xon buyruq berib. "Xap, Mirzali kichik degan to'xu yurak amirning darvozani taqo'yilib qilgan adabsizligini ko'ziga ko'rsatmaydigan bo'lsa, ko'nglidagi g'am andishlari birdanla ko'tarilib, o'zini ozoda his qilgan Sulton Isanbulga xon yenidagi Sanız Mirzaga chaqchaq qildi. "Qandoq, Amirzodam, laxmi ko'lg'anni ko'gilari bormi?" Xonning nimaga ishora qilib chaqchaq qilayotganligini sezgan Sanız Mirza darhol javob berdi. "Iltifotlari oliylari,
Bununğa iltifat ketmeydi o Amirzodam. Yangi yoch to'y qildilar. Şunu laxmi ko'lashni bakra ko'rib olsinmikin deyman. Sultan Isanbog'a xon o'zining chaqchiqidan o'zi huzurlanib, qoqoqlab kulib ketdi. Xonning ko'nglini texim xush qilishni o'ylagan Soniz Mirzo ijoyig'icha javob berdi. Qibligahimizning ko'ngil bilginiga rahmat. Gerçi yangidan o'ylangan bo'lsaqmi, laxmi ko'lashda xeyli epimiz bor. Birovning qo'lig'ini ko'rish hojat emas. Ondaq deganlar bilan laxmi ko'lashning har xil usullari bor. O'zlar bu ishga kelganda xeyli lixom. Albatta oliylarga yetmaymiz-da, dedi Soniz Mirzo xushamat qo'yliq bilan hijiyib. Chaqchaq Sultan Isanbog'a xonning shahvat avisini qo'zg'ab qo'ygan edi. U kulgisini to'xtatib, yenidagi ko'zi chiroy xos mahramiga qaradi. Andijon güzellerini bäkmi lavandab anglayman. O'z vaqtida Saydali olib hazratlarimo bir Andijon güzeliga ko'yib qilib, ol güzelning vasliga yetish uchun Turpandan Andijonga kelib marhum Mirza Ulug'bek oliylarining zindonida bir yil yetib ekanmish. Bizning Andijonga qadam keltirganimizga xeyli vaqt bo'lib qoldi. Acaba aşındaq güzellerden birazını uçuratmadık-ku? Xonning maqsadini tushungan qeyri mahram darhol qo'l bog'ladi. Alloh xolisa kashkirgacha umib bo'lib qolur, qibligahim. Sultan Isanbog'a xon memnunlik bilan beshini lang'ishdi. Amasa xush xabarlarni kutaman. U Soniz Mirzoga qaradi. Qandaq biror qo'l shaxmat o'ynash havasları bormi, Amirzodam? Albatta bor oliylari. Ular Po'lat Bahodir qatorliq sarkarlarni o'stan tepayotgan lashkarlarning qishida qoldirib, borgohi odiyga qarab ot soldi. Shu kunlarda Andijon shahriga qamilib qolgan Amir Mirzo Ali kichikni g'abisi olgan edi. Mo'g'uliston lashkarlari shaharga kiradigan suv manbasini butunlay uzib tashlaganlik uchun shahardagi barliq ko'llar qurib ketib boradi. U bir tarafdan shahar xalqini quduq qo'lab, suv manbasini hal qilishga tashkillasa, yana bir tarafdan shahar mudofaasini texnik chingitib o'tadi. U Andijon shahrining sepiliga bekmi ishonch qiladi. Sepilni qattiq mudofaa qilsam, Mo'g'uliston lashkarlari shaharga hargiz kirolmaydi. Uninggacha Samarqanddan hamdamchi qo'shin kelsa, ishteshidan moslashib, yovni chekindira olayman deb o'ylaydi. Biroq texcha Samarqanddan xabar yo'q edi. Uning Abu Said Mirzoga bog'lagan umidi bara-bara susishib ketib boradi. Yordam so'rash uchun avatgan chaparmanlarim Samarqandga yetib bora olmadimi ya? Yoki Abu Said Mirzo Andijon muhasirasiga beparvo qarab taxtda o'tirganligini qutlab salomga boramaganligim uchun uning menga haqiqatan qo'saq ko'pligi bor. Lekin bu ish bilan bu ishni aralashtirib olmaslik kerak edi. Salomga boramaгаnim bilan maktub avatib qutladim. Shug'unisi so'g'ib pishkaslaykan bo'lib qoldi. Mirzoning taxsildanati muqimlashsa, so'g'ib pishkaslarni o'zim ib boraman deb o'ylagan ekanman. Elim o avval Xonzod Abdullatif xonni, keyin Mirzo Abdullah xonni qutlab bir munch so'g' salomlarni avatdim. Samarqand taxtigohidimi Bangining uyida xotin to'xtamagandek Xon sultonlar olmishi berdi. Abu Said Mirzo ol taxtigohda qanchalik davron suralaydi. Bilguchi Alloh. Abu Said Mirzo ol taxtigohda qanchalik davron suralaydi. Bilguchi Alloh. Mo'g'uliston sultoni Isanbog'a xonning buncha tezlashgar tatib kelishini kim o'ylagan? Bunun uchun o'zini buyuk elning hukmroni hisoblagan Abu Said Mirzo buncha bola adovatxo'rlik qilmasa bo'ladi. Nima bo'lmasin Monbat Farg'ona vodisi yana Samarqand taxtigohining tasarrufisimi? Farg'ona vodisi qo'ldan ketib qolsa, o'xshashli Abu Said Mirzoning saltanatiga ziyonliq. Buninglik bilan osh kichikkin savalligimizni deb qo'saq ko'plik qilishning hojati bormi?
Abu Said Mirza tushunish kerak. U degan ko'ragam hargizmi marhum Mirza Ulug'bek oliylarining pushtidan tomgan o'g'li Samarqand taxtigohining qonunliq mirosxo'ri emas. Qoida bo'yicha Samarqand taxtigohi Jannat makon Mirza Ulug'bek oliylarining farzand davrlariga tegil bo'lishi kerak edi. Marhum xon oliylaridan keyin taxt sohiblari to'la almashdi. Abu Said Mirza bo'lsa oshqalaymaqanchilikdan foydalanib, Dasht Qipchoqning hukmroni Ubul Xayrixonning yordamiga tayanib, saltanatni qo'lga oldi. Texchil Hirat Amir Ubul Qosim Bobur Mirzaning e'tirof qilishiga erishgandan xabar yo'q. Tuzkur Xonzoda Abdullatif xonning ikki xonzodasining oti taxtini da'vo qilib harakat qilayotgandanmi ham xabarimiz bor. Shundaqdimi maktub bo'lsin avatib sadoqatimizni bildirdik. Amdilikda Andijon xavfli qolganda bundoq karbimiz qandoq bo'ladi? Agar o'zini buyuk Samarqand taxtigohining qonunli hukmdori hisoblasa, undoq ranjishlarni bir yonga qayirib qo'yib, lashkar avatib yo'lni chekindirsin, tasarruflarni qo'g'dasin. Shu chog'da ondan uni taxt saltanatning haqiqiy posiboni deb e'tirof qilib, itoatgarligimizni to'liq sunamiz. Undoq qilmaydi ekan, bizga amal yo'q. Shu kunlarda shahardagi ra'yat ussizlikdan qiynalmoqda. O'lim tahdididan voyim yemoqda. Andijonda 3 tuman Mo'g'uliston lashkarlariga taqobil turg'idek uncha ko'p lashkar yo'q. Elimi mustahkam qal'a sepilg'i toyinib, bugungacha bardostlik berib keldi. Yana tirkishib versak, bardostlik bermasligimiz mumkin. Navoda yog'i Andijonni tatqizib qo'ysak, Sulton Esonbug'a ham qilchilik rahim qilmay g'azabini avomdan chiqardi. Lashkarlarning qirg'inchilik, bulang-talang qilishiga yo'l qo'ydi. Buning oqibatini mo'ljallamak qiyin. Mirza Ali Kichikning xiyollari ziddiyatli edi. Turqidan Samarqanddan keladigan yordamdan umidini uzgandek qiladi. Andijon shahrini amirlik mansibini saqlab qolish uchun amal izlab boshqa turadi. Amir janoblarga ma'lum bo'lg'ay, o'rinbosar amir lashkar Tilvoldi Mirza keldi. Mirza Ali Kichik xiyoldan bosh ko'tarib, Arik begiga qaradi. Arik begi degani shaharning ichidagi amir mahkamasi joylashgan kichik qal'a deb izohatdi. Ijozat, boshlab kirsinlar. Egiz bo'yliq, ta'tir ustixon kelgan sarkarda Tilvoldi Mirza saroyga kirib amirga salom berdi. Xo'sh, dedi Mirza Ali Kichik. Amir janoblarga ma'lum bo'lg'ay, yov lashkarlari o'stan chepib Xandaqning suyini sirtqa boshlab Mirza Ali Kichik bir tilla jiddiylashdi. Bir haftadan beri Mo'g'uliston lashkarlari hujumni bo'shashtirib, jimib qolganlik uchun xeyli xotirjam bo'lib qolgan edi. Xandaqning suyini sirtqa chiqarib yetish muddasi nima ekan? Bizmi bilamadik, dedi sarkarda Tilvoldi Mirza. Balkim ular sepilg'i boshqacha usulda hujum qilishni o'ylayapsiz kerak. Mirza Ali Kichik das o'rnidan turdi. Ko'rib kelaylik. Sepilning ustiga chiqib Mo'g'uliston lashkarlarining deb o'stan chepayotganligini ko'rgan Mirza Ali Kichik hech nima tushunmay g'ing'irab qoldi. Balkim ularning hujum qilishiga Xandaqning suyi putlashgan bo'lsa kerak. Lekin bu ortiqcha ovorchilik. Har bir qal'a sepili mustahkam. Xandaqning suyini sirtqa boshlay bilan bizni sirtqa boshlay olmaydi. Mayli, ashundoq ovor bo'g'az tursin. Ularning sepilg'i chiqqanini bir ko'ray. Farmon, dedi Mirza Ali Kichik atrofidagi sarkarlarga qarab. Lashkarlar sepil muhofizatini kuchaytsin. Birmi yov lashkarining sepil tuvib kelishiga yo'l qo'ymasin. Yaroq berdor. Labbay janoblari. Zapas o'qlarimiz qanchalik bor? Texi chepan qilmadik. Chepan qilmoq, qo'l tekkizmak, chiqim qilmoq deb izohatdi. Barakalloh. Ustalar o'q yasashni davomlashtirsin. Material yetishmasa lashkargohning o'gizlarini cho'nglar. Lekin ra'yatning o'ylarigacha qilmanglar.
Mirzali kichik Sepilning mudofiasini bir qur tekshirib chiqqandan keyin Amir mahkamasiga qaytib ketdi. Shu topda u Mo'g'uliston lashkarlarining shahar sirtidagi hujum mahalli ishidan Sepilga qaratib lahmi qo'llayotganligini xiyoliga keltirmagan edi. Aradan 3 kun tinchli o'tib ketdi. Bu 3 kun ichida Xandak suyini butunlay chiqarib o'tgan Mo'g'uliston lashkarlari jim qilishgan edi. Ularning Xandakning suyini chiqarib o'tgandan keyin qayta hujum qo'zg'aydi deb haraz qilgan Mirzali kichik Mo'g'uliston lashkarlarining jimib qolganini ko'rib, balkim hujum qilishga iloj qilamagan bo'lsa kerak deb o'yladi-da, xeyli xotirjam bo'lib qoldi. Har ehtimolga qarshi Samarqandga yana yoshirincha chaparmay mang'izdi. Gerçi u Abu Said Mirzaning yordamga lashkar avatishiga ancha ishonch bog'laganmagan bo'lsa-mu, lekin yana bir urinib boqmoqchi bo'lgan edi. Tang kecha tuyuqsiz yangragan suran cho'qan sadosi ig'ir uyquga ketgan Andijon shahrini qattiq cho'chitib sarosimga selivetdi. Arikdagi hashamatlik sarayida yosh to'qulining quchqida yetib sherin tush ko'rayotgan Mirzali kichik chochirab o'rnidan turdi-da, Arikdagi hashamatlik sarayida yosh to'qulining quchqida yetib sherin tush ko'rayotgan Mirzali kichik chochirab o'rnidan turdi-da, g'usl qilishga ulgurmay kiyimlarini aldirash kiyibla mugdayotgan mahramlarini tepib uyg'otdi. Tursha yolqovla, to'ng'izdek yetishmay. U oldirab denib sarayning ustidagi munarga chiqdi. Munarda butkul shaharni 5 qo'ldek aniq ko'rgili bo'ladi. Shaharning uchili darvozasida yenib ketgan yulduzdek o'tqashlarni ko'rib, Mirzali kichikning yuragi bo'g'ziga kaplashdi. Vahimadan putqo'lida jon qolmadi. To'xtayim. Nima karomat bu? Mo'g'uliston lashkarlari darvozalarni qandoq ochqandi? Qarovullar bexudlashib qolganmidi yoki ular boshqacha hiyla ishlatganmidi? Shu daqiqada qo'llariga o'tqash ko'tarib olgan Mo'g'uliston lashkarlari shaharga kalkundek eqiyotdi. Lahmi orqali Sepilning tegidan shaharga kirgan Mo'g'uliston lashkarlarining turshavullari chabdaslik bilan darvozadagi qarovullarga tuyuqsiz hujum qilib, darvozalarni egilib olganligi Mirzali kichikning uxlisi tushiga kirmaydi. Mirzali kichik yanada loq-loq titragunicha o'lim vahimasida sarg'ayib turgan Arif begiga yavatgudek chekchaydi. Arif darvozasi qattiq muhofazat qilinsin. Navkarlarning hammasi Arif Sepilning ustiga chiqsin. Susliq qilganlarning kallasi ilinsin. Buyruq topshirib olgan Arif begi munardan domlagandek menib tushib ketdi. Mirzali kichik tong yo'rg'icha munardan pastga tushmadi. U shaharga to'liq bostirib kirgan Mo'g'uliston lashkarlarining Arifni qatma-qat qo'rchib olganligini o'z ko'zi bilan ko'rib turdi. U hayotidan umid uzgan edi. Ichida vaqtida yordamga lashkar avatmagan Abu Said Mirzani tillaydi, qarg'aydi. Abu Said Mirzaga bek ishonch qilib ketib, Sulton Isombug'a xonga vaqtida el bo'lmaganiga, shaharni topshirmaganiga pushaymon yeydi. Shuncha mustahkam shahar Sepildan bo'sib kirgan yov lashkarlarni endi bu Arif Sepil hargiz to'siyamaydi. Qandoq qilsam bo'lar? Qanatim bo'lgan taqdirda endi bu yerdan hargiz qochib chiqolmayman. Sulton Isombug'a xonning oldiga gunohimni tilab bossam, kallamni saqlab qolalarmanmi? Onlardan o'zimni tashlab o'lib olaymi ya? Yo'q. To'xta. O'lmagan jonda umid bor debdikan. Avval ol Mo'g'uliston sultonining oldiga berib boqay. Rahim shafqat bildirib qasdi yaxshi. Egilgan boshni qilish kesmabdi deydigan gap bor emasmi? Navoda shafqatsizlik qismi yovning qilichida o'lay.
Bu özüm ölüp ağanda mın həssi əvzəl. Navadı şəfqəsizlik qısmı, yavunun qılıcıda öley. Bu özüm ölüp ağanda mın həssi əvzəl. Kişilərinin Andijan əmri qorxuncaqlıq qılıb özünü onlardan taşlıb aldı edib, işini basat qılışqından yaxşı. Əbu Seyyid Mirza, mağama qıldın, özüngime qıldın. Əslidimi o, senin büyük mavaradın nəhir təsərrübünün hükümdarı oluşqa ayaqdan yox idi. Mana əmdi, Pərğanı vadısına hükümranlıq qılımən dəb xam xiyal əynimə. Xob buldu əmdi. Andijan şəhərini quluq elib ağan Moğolistan sultanı seni hərgiz tınçıtmaydı. Belki Səmərqand kiçi bastırıp berib, təxti bəxtanla güm qıladı. Mirzəli kiçik taramlap aqqan yaşlarını sürtüb etib munardan düşdü. Dəstar peşqa buyurup, ayni yili Pərğanı əmirligiga tayinlagan vaqtida Mirza Ulug'bek in'om qilgan zar toni bilan əmirlik belgisi qadalgan sallisini kiydi. Beliga badaxshan yoqutidan ko'z qo'yilgan kumush kamarini bog'ladi. Xabar bəslə, yov lashkarlari hujumni to'xtatsin. Sultan İsanbog'axon oliylar bilan ko'rishman. Dedi bir chetda salpiyib turgan Arif begiga qarab. Bosh ustiga Mirzali kichik taq-turqni tuzashtirgandan keyin saroydan chiqdi. Mirzali kichikning talabini qabul qilgan Sultan İsanbog'axon Arif darvozasining oldida saqlab turgan edi. Arif darvozasidan yolg'iz chiqqan Mirzali kichik taslim bo'lganini bildirib, bo'yniga qilich bilan kamanni esib, ikki qo'lini mo'risining egizligida ko'targanicha kelib, ot ustida mag'rur o'ltirgan Sultan İsanbog'axonning uzangisini so'ydi. Tizig'icha tushib turgan to'nining peshini ko'ziga surtdi. Ondan otning oldiga kelib tizlandi. Shafqatlik olam panohimizdan bir qo'shiq qiynimni tilayman. Shu daqiqada Sultan İsanbog'axon to'liq xushal edi. Tunji qitimliq lashkari yurishida zafar quchqanligi, rahmatlik dadisi Sultan Uvaysxon bir necha qitim lashkar tortib kelibmi ololmay o'rmonda ketgan Andijon shahrini qo'liga olganligi, oldida Andijon amirining tizlanib kechirim so'rayotganligi uchun qattiq hayajonlanib ketgan edi. U bu hayajonli tuyg'uning huzurini uzoqroq surmoqchi bo'lgandek bir haza qarab turdi. Vujudini o'lim tashvishi cho'lg'ib olgan Mirzali kichik bo'lsa, bo'lgan siri yerning qahriga kirib ketib boradi. O'rningdan tur, dedi Sultan İsanbog'axon qapiqini turib. O'lim vahimasida hushidan ketay deb qolgan Mirzali kichik quliqiga ishonmagandek İsanbog'axonga bir qarab etib, das o'rnidan turib qo'l bog'ladi. Adolat panohimning shafqatiga ashqallar. İsanbog'axon uning nastardek tikildi. Arifdagi navkarlaring nemishqa texchi qurol tashlab oldimga chiqmaydi? Mirzali kichik darvoza to'dagi Arif begiga qarab vaqirdi. Navkarlarga yetkizsizlar, darhol qurollarni tashlab chiqib, olam panohimizning mehr shafqatiga rahmat etib, uzangisini bo'sha qilsin. Bo'sha qilsin, so'ysin degan ma'noda deb izohatda. Qurollarni tashlagan navkarlar bir-birlab chiqib İsanbog'axonga salom berdi. Ularni Mo'g'uliston lashkarlari udulliq asirga oldi. Arikka kirib Andijon amirining saroyidagi naqshli kursiga o'ltirgan Sultan İsanbog'axon Po'lat Bahodirga qaradi. Farmon, sarkard lashkarlar jonga zomin bo'lmay, xalqning qilsin. Qarshilik ko'rsatgan ra'iyat bu farmondan mustasno. Sultan İsanbog'axonning qatli om jakarlamay, g'olib lashkarlarni qirg'inchilikdan to'sib qolganligini ko'rib, Mirzali kichik yengil bir nafas oldi.
Qibligahimizning daryo kabi mehr shafqatiga tasanno, dedi u kursining oldiga o'milab kelib. Kaminalari Andijon shahridagi ulug' ushshoq ra'iyat nomidan o'zlariga minglab tashakkur. Har qanday bir hukmdor o'zga elning biror shahrini ishg'ol qilsa, lashkarlarni qirchab bulang-talangga qo'yib beradigan qoida bor edi. Bu orqali lashkarlar nurg'un boylikqa erishadi. O'z podshohi uchun texmi jonpidoliq, sadoqatmanlik bilan jang qiladi. Sulton Esenbo'g'axon Andijon shahrini lashkarlar chiqib bo'g'dak jang qilmay olganlik uchun puhrolarni qatl-om qilishdan saqlab qolgan edi. Ayol o'tmay Andijon ko'chalarida qo'llarida tavildiboz ko'tarib olgan jakarchilarning jarangliq ovozi yangrashqa boshladi. Zaman, Sulton Esenbo'g'axonning zamoni. Ayyuhannas, quloq selinglar omuxos. Qudratli shohimiz Sulton Esenbo'g'axon oliylari daryo kabi mehr shafqat ko'rsatib, shundoq farmon jakorlaydilarkin, barliq ulug' ushshoq Andijon aholisi kod sandiqlaringlarning qulublarini ochib qo'yib, o'ylaramlaringlardan chiqib ketinglar. Mo'g'uliston bahodirlari o'zlari xohlagan suyunchilarni elib yong'aylar. Daxli taruz qilib sarkashlik qilg'uchilar kollisiga yezi bo'g'ay. Jon amon, mol hayon. Ölüm vahimisida ishik to'ng'iklarini taqib elib, o'ylariga bekinib yotgan Andijon xalqi jakarchilarning ovozini anglab, mang bir mushaqqatda cho'g'ilgan mol dunyolarining bulang-talang qilinishini xohlamsimi, jonlarining omon qolganiga shukr qilishib, peri-cho'ri ojiz o'riqlarni yo'lashtirib, kichik bolalarni ko'tirib, agashtirib, o'ylaridan chiqib ketishdi. Qo'tonga tekkan osh bo'ridek quturgan Mo'g'uliston lashkarlari ishiklari dog'dom ichitilgan o'ylarga bemalol kirib, pulga yorug'dek narsalarning hammasini supurib chiqib ketishdi. G'alaba xushonligini tabriklab, katta ziyofatlarni uyushtirib turgan Sulton Esenbo'g'axon bir haftadan beri kunda degidek mast edi. Andijon amiri Mirzali Kichikka bundoq ziyofat dostxonada tagodin o'rin berilgan bo'lib, u Sulton Esenbo'g'axonga emas, eng odatdagi sarbozlarga xushomad qiladi. Andijonni elib nurg'un mol dunyoga erishgan sarkarlar xushonlikdan xudini yo'qotib qo'ygan edi. Faqat o'rinbosar amir lashkar Po'lat Bahodirlar lashkarlarni shahar sepilidagi qorovulxonalarga o'rnashtirib, ehtiyot tadbirlarini ko'rib, bo'lg'usi jangga tayyorlik ko'ryotdi. Saydali Olipning kichik amirzodasi Muhammad Haydar Mirzo bu peshqadam sarkardadan bir qadam ayrilmay billa yuradi. Oksi Soniz Mirzo bo'lsa, turalg'usini allaqachon go'zal qizlar bilan to'ldirib olishga ulgurgan edi. Oksi Soniz Mirzo bo'lsa, turalg'usini allaqachon go'zal qizlar bilan to'ldirib olishga ulgurgan edi. Bugun qo'zi tush mahalda oyg'oqchilarning yetkazgan xabari sarkarda Po'lat Bahodir bilan Muhammad Haydar Mirzoni biroz jiddiylashtirib qo'ydi. Ular ahvolni ma'lum qilish uchun saroyga kirganda, Sulton Esenbo'g'axon Soniz Mirzo qatorliq bir qancha yaqin mahramlari bilan Arik beg'idagi ko'l bo'yiga yasalgan oromgohda bazm qilib o'tiradi. "Kaslar, amir lashkar, bu yoqqa kelib o'ltirsizlar", dedi sharobni to'la ichib qopoqlari ishib ketgan Sulton Esenbo'g'axon Po'lat Bahodirga yenidan joy ko'rsatdi. Yaqindan beri bazmidan o'zlarini totadigan bo'lib oldilar. Ushaq ishlarni sarkarlarga topshirib, ancha-muncha ko'ngil xush qilib yursizlar. Qibligohimning himmatiga rahmat, dedi Po'lat Bahodir turgan joyidan metirlamay. Oliylarga yetkazgan jiddiy ma'lumot bor. Qani aytsinlar, dedi Sulton Esenbo'g'axon bahramon holda. Lashkariy ma'lumot xos yetkazilgan afzaldir qibligohim. Po'lat Bahodirning chiroyidagi jiddiylikni ko'rib, Esenbo'g'axon biroz diqqatini markazlashtirdi. "Tumandan tuvanlarga ijozat",
dedi o sorun ahliga qarab. Tümen degini tümen beşi. Bu yerda yuqori darajalik sarkardalar ko'zda tutilgan debdi izohatda. Sazandalar, raqqoslar, xizmatkorlar, muğbachilar, soqiylar, bir qancha tuvan darajalik sarkardalar durud o'rinlardan turishib, xonga salom berib, so'rindan ayrilishdi. Özlerim daldık algaylar Cenab-ı Emir. Dedi Polat Bahadır dastıxanның bir chetida medirlamay o'ltirgan Andijon Emiri Mirza Ali kichikka qarab. Xo'sh. Mirza Ali kichik das o'rnidan turib so'rindan chiqib ketdi. Saniz Mirza qo'pib ketmoqchi bo'lib edi, Sulton Esanbo'g'axon uni to'xtatib oldi. Amirzodamning martabasi garchi tumanlardan bo'lmasa-mu, lashkariy ma'lumotga daxil bo'lg'ay. Qabligohimga ma'lum bo'lg'ay, dedi Polat Bahadır qo'l bog'lab turib. Ayg'oqchilarimizning ma'lum qilishicha, Andijonni qutuldirish uchun Samarqanddan necha tuman lashkar kelib yetibdi. Sulton Esanbo'g'axon birtilla cho'chidi. Abu Said Mirza shaxsan o'zi lashkar topgan o'xshamamdi. Yo'qsa, Abu Said Mirza Samarqandni qopdi. Hamdamchi qo'shinga lashkariy divonning amiri Mirza Ibrohim bek bosh bo'libdi. Esanbo'g'axon birtilla jimib ketdi. U Andijonni olgandan beri bundaq tahdidning keldiganligini xiyoliga keltirmagan edi. Abu Said Mirza kelmagan bo'lsa, ansirab ketishning hojati yo'q, dedi Saniz Mirza cho'ngchilik bilan. Ularni Andijon qal'asining sirtida adabligaymiz. Shul kunlarda lashkarlarimiz jasoratlik, otlarimiz shosh. Ondaq deb o'tirsaq bo'lmas, Amirzodam, dedi Polat Bahadır Saniz Mirzaning cho'ngchiligini yoqtirmagan holda. Meningcha ularning Andijon shahrining bu so'g'isiga kelishini saqlamay, darhol ikki qanot turshavul avatib, yo'l ustiga bektirma qo'ysak, yo'l bo'yi yerib yechib kelgan ul hamdamchi qo'shinning orom elishiga fursat bermay, iskanjiga elib zarba bersak. Esanbo'g'axon Polat Bahadırning gapiga ifoda bildirmay o'ltiraverdi. Polat Bahadır gapini yana davomlashtirdi. Hamdamga kelayotgan qo'shinni butunlay asirga ola olsak texi yaxshi. Faqat bo'lmaganda Andijonga yaqinlashtirmay chekindirib etsak, Abu Said Mirza qayta lashkar tortib kelib bo'g'icha qish bo'lib ketadi. Qora qishda lashkar tortish ulog'imi be'ab. Uningcha bizmi Andijonda qishni xotirjam o'tkazib olamiz. Alloh xolisa ko'klam bilan tang Samarqandga lashkar tortsak, Mavara Nahir saltanatini qo'limizga ola olamiz. Polat Bahadırning gaplari Sulton Esanbo'g'axonning qo'liga kirmayotgandek qiladi. Uning yana jang qilg'usi yo'q edi. Faqat Andijon yurishining nusratidan saqlab qolg'usi bor edi. Chunki u Mavara Nahir saltanatining navbatdagi qatmal, chuvalchaq vaziyatini tushunmaydi. Andijonni puxta saqlab turib, Samarqandga yurish qilishning tepilg'usiz fursat ekanligiga aqli ulashmaydi. Samarqanddan hamdamchi qo'shin kelayotganligini anglabla uning vujudiga vahima o'lashdi. Ular bostirib kelibla o'zidan Andijonni tortib oldigandek tashvishga tushgan edi. Lashkariy yurishlarda tuzuk cheniqmagan bu yosh hukmdor xalqlik paytda o'zining xomliqini oshkorlab qo'yotdi. Meni birpas xoli qoldiringlar, dedi u qapqini turib. Biringlar bir nima deb, yana biringlar bir nima deb menga qo'chib etdinglar. Hammaylar durrada o'rinlaridan turishib, oromgohdan chiqib ketishdi. Yolg'iz qolgan Sulton Esanbo'g'axonni texmi g'am bosdi. Abu Said Mirza Andijon hamdamchi lashkar avatgan bo'lsa, payli buzilgan o'xshaydi. Polat Bahadır Andijon nusratidan mag'rurlanib jang qilishni tayin topdi ehtimol.
Samarqand lashkarlari Andijon lashkarlariga o'xshamaydi. Ularga taqobil turmoq oson emas. Jang qilib ularni yengib olsak yaxshi. Navoda yengilib qolsak Andijonni saqlab qilish bu yoqda tursin, o'zimizni saqlab qololmaymiz. Ol chog'da kishilar meni dastlabda g'alaba qilib Andijonni olgan demay, Abu Said Mirzaning sarkarjisidan yengilib qoldi deb mazoq qilishdi. Andijon g'alabasi 2 pul bo'ladi. Eng yaxshisi Samarqand lashkarlari kelmasdinlar Andijonni tashlab ketganimiz afzal. Shunda qilsak ularga duch kelmaganligimiz uchun hech kim bizni yengilib qochdi deyamaydi. Bizmi Andijon g'alabasini saqlab qolgan bo'lamiz. Bu ular bilan jang qilib yengilib chekingandan ko'p yaxshi. Sulton Iso Bug'axon kollasiga kelgan bu ahmoqona xiyoldan birdan ruhlandi. Darhol Oqsuga qaytib Andijon g'alabasini ko'z-ko'z qilishga oldiradi. Sulton Iso Bug'axonning chekinish farmonini anglab Po'lat Bahodir hayron qoldi. Uning uchun Samarqanddan hamdamga kelgan lashkarlar bilan jang qilib chekingan bilan ularning qorasini ko'may turib g'ibida chekinganning hech qancha farqi yo'q edi. Uning uzoq yo'l besib yerib kelgan Samarqand lashkarlariga pistirma qo'yib, orom ilibisga fursat bermay, to'sib zarba berib g'alaba qilishga to'liq ishonchi bor edi. Shuncha jafo tortib kelib, Andijonni elib, mushundaq sababsiz tashlab ketimizmi olaylari? Dedi Po'lat Bahodir qoyil bo'lmagan holda. Menimcha Samarqand lashkarlariga to'sib zarba bersak, Andijonni shubhisizki saqlab qola olamiz. Navoda qibligahimizning ostoniga qaytqusi bo'lsa, men bir tuman lashkar bilan Andijonda qolay. Andijonni saqlab qilishga beshim bilan kepillik qilaman. Mavara unnahir tasarrufini istilo qilishda Andijon bek muhim. Sulton Iso Bug'axon qapiqini turdi. Farmonimga sarkashlik qilmasinlar. Yo'qsa, dedi Po'lat Bahodir beshini tuvan silib. Andijonni bunch oldirib tashlab bermayli demoqchiman. Gap bir quloq ishki. Darhol chekinishning tayyorligini qilsinlar. Barliq Andijon aholisi biz bilan birga Oqsuga boradi. Sulton Iso Bug'axon Andijon xalqini Oqsuga elib berib, ularni o'zining g'albalik Andijon yurishining isboti qilishni ko'ngliga pukkan edi. Po'lat Bahodir uning bu ahmoqona xiyoliga qarshi chiqishga petinolmay, ilojisiz bo'ysunishga majbur bo'ldi. Shunday qilib, Sulton Iso Bug'axon Mavara unnahir saltanatini qo'lga olish fursatidan mahrum qoldi. Andijon shahridagi yo'l yurishga yaramaydigan qeri, meyit, ojiz majruhlardan boshqa barliq aholini majburiy oldiga sog'nicha Qashqar, Oqsuv tarafga ko'chirib ketdi. Bir shahar xalqini bundoq to'liq ko'chirib ketadigan ahvol tarixda to'liq oz ko'riladi. Sulton Iso Bug'axon yo'lga chiqar vaqtida nima uchundir Andijon amiri Mirzali kichikni qoldirib qo'ydi. Buning sababini u o'zimi bilmaydi. Abu Said Mirzo hamdamchi lashkarlari berib bo'lg'icha Sulton Iso Bug'axonning Andijon shahrini tashlab ketib qolganligini, butkul shahar aholisini ko'chirib ketganligini anglab hayron qoldi. Buning tagiga har qancha o'ylanib yetolmadi. Ammo nima bo'lmasin, Andijon shahrining qo'liga osonlik qaytib kelganligidan xush bo'ldi. Mirzali kichikni mardlik bilan Andijonning amirligiga qayta tayinlab, Andijon shahriga yangi boshdan aholi ko'chirishga farmon berdi. Yanvarga yili yozda Iroqda avatgan chaparmanlari nurg'un shaharlarga berib izlashtirib yurib, oxiri Shiroz shahridan Xonzoda Yunusxonni tepib keldi. Abu Said Mirzo Yunusxonga bir sargardon qoshqinga emas, bir elning hukmdoriga muomala qilgandek muomala qildi. Bag'dod
Shiroz madrasalarida ilm tahsil qilib, shu joyning olimlarining e'tirof qilishiga erishib, Ustoz Yunus degan katta ataqqa erishgan Yunusxon izlab kelgan choparmanlardan Mavara Nahir hukmdori Abu Said Mirzaning chaqirganligini anglab, chaqirtish muddasini bilmasimi, darhol yo'lga chiqdi. Yo'l bo'yi u Abu Said Mirza bilan ko'rishib, muddasini bilib bo'lgandan keyin Turkistonga berib, ko'rishmagili uzun yillar bo'lgan onasi Xonish Davlat Sulton Malika bilan ko'rishishni ko'ngliga pukdi. U Hiratda o'zini saqlab turgan Abu Said Mirzaning ajoyib katta hurmat ehtirom bilan qarshi elishiga erishib, biroz qang'irdi. Uning muddasini bilishga oldirdi. Hiratdagi Bag'i Zag'on otliq katta bog'da kutib olish so'rini tayyorlagan Abu Said Mirza bir tarafida Yunusxonni, bir tarafida Ubul Qosim Bobur Mirzani o'tirg'izdi. Xonning bu ishidan Yunusxon biroz qo'rindi. Oxir bu katta hurmatdan ajablanib, Abu Said Mirzadan udulli so'rashga majbur bo'ldi. Kaminalar uzun yillardan beri haqliq toji taxtimdan mahrum qilinib, o'zga yurtlarda qozoqlikda yashayotgan bir sayoqman. Qozoqlik degan hukmdorning taxtidan ayrilib kechib yurgan vaqti, ya'ni qochoqlik deb izohatda. Janobi Xon oliylarining buncha hurmat ehtirom ko'rsatishiga arzimayman. Qanday muddalar bo'lsa, ochiq aytgan bo'lsinlar. Shubhilanmagaylar oliylari, dedi Abu Said Mirza Yunusxonni Xonzoda demay, hurmat bilan oliylari deb atab. Albatta o'zlarini Iroq siminidan chaqirtib kelishimizda ko'nglimizga pukkan maqsad muddalarimiz bordir. Biroq bugun hurmatlarga selingan bu dastonda faqat tuz yeyishib, mehmondorchilik qilishsak, asl maqsadni Alloh xolisa, at bayon aylasak degan umiddamiz. Mumkin bo'lsa, Sultapning o'zini bilishga taqozoman, dedi Yunusxon johillik bilan. Bo'lmasa xudiksirab qoldikanman. Maqsad muddalar durust bo'lsa, bugun bilan atining farqi yo'qdir. Balkim ta'xirsiz ishlarni atiga qoldirish behojatdir. Oliylarning meni shuncha yiroq yerni chaqirtishi balkim ta'xirsiz bir zaruriyat boisidan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Yunusxonning ochiq yo'ruq kaskinligi Abu Said Mirzani qoyil qildi. Uni chaqirtib kelib to'g'ri qilganiga yana bir qitim ishondi. Oradan shuncha yillar o'tgan bo'lsa-mu, oliylarning ochiq yo'ruq, tuz mijozi o'zgarmabdi, dedi Abu Said Mirza kulimsirab. Aslida bormikin, ayni yili Erazon borim bilan Samarqandga kelib, marhum Jannat Makon Mirza Ulug'bek oliylar bilan ko'rishganlarida texi yigitlik mavsumlariga qadam qo'ymagan bir go'dak bola edilar. Sul chog'dami ochiq yo'ruq mijozlari, cho'nglarga xos tamkin qiyofatlari va meg'izliq, o'rinliq so'z iboralari bilan Mirza Ulug'bek oliylarning emas, butkul amir sarkarlarni qoyil qilgan edilar. Aşı məhramlar qatarida men bor edim. Ko'nglimda sizlarga hurmat ehtiromim qo'zg'algan edi. Keyingi vaqtlarda Mirza Ulug'bek oliylari diyonatsiz, tuzkur o'g'li Abdullatif Xondan ko'ngli azor yegan vaqtlarda ixtiyorsiz silini tilga oladi. Allohdan o'ziga silidek farzand nasib bo'lmaganidan afsuslanadi. Nima uchundir shu chog'da Mirza Ulug'bek oliylari talablarini rad qildi. Orzu armonlarga quloq solmadi. Keyin Jannat Makon padari Shahruxxon oliylarining dargohiga avatibdi. Shundan keyin bizga qayta didor muloqotda bo'lish nasib bo'lmadi. Jannat Makon Mirza Ulug'bek oliylarining shu chog'da talabimni rad qilganligidan zarracha og'rinishim yo'qdir, dedi Yunusxon o'tgan ishlarni esga elib. Yer yuzida undaq ilm hikmatda kamolatga yetgan donishmand hukmdor oz tepiladi. Bir elning hukmdori bo'lish uchun ilm hikmat, fazilat o'rganish to'liq zarur ekan.
Mirza Ulug'bek oliylari manga mush fursatni yaratib berdi. Iroqda jannat makon ustozim Mavlana Sharafiddin Ali Yazdi hazratlarining ilm xazinasiga yo'liqdim. Keyin Bag'dod, Shiroz donishmandlarining tarbiyasiga musharraf bo'ldim. Ilm hikmat, yurtdoshchilik sirlarini oz to'la tushungandek bo'ldim. Balkim shu chaqda Mirza Ulug'bek oliylari qalbimni qabul qilgan bo'lsa, ilm izlashdan iborat katta fursatdan mangu mahrum qolar ekanman. Ushbu sababdan ul jannat makonga tashakkurim cheksizdir. Undaqda oliylari otimiras ziminlari bo'lmish Mo'g'uliston elining toji taxtini elish muddalaridan voz kechgan o'xshamamdirmi? So'radi Abu Said Mirza Yunusxonning ko'ziga qarab turib. Yo'qsa, dedi Yunusxon. Ul vatan ishqi yuragimizda har qachon gulxondir. Lekin inson o'z ahvolotini bilishi kerak. Bo'lmasa ko'ydirdig'ini, halol qildig'ini bilib turib, o'zini o'tqa uradigan parvonadan farqi bo'lmaydi. Parvona maxluqdir. Onunda qilchilik idrok yo'qdir. Ammo biz Janob Haq Taolo barliq yaralmishlarining eng isil qilib yaratgan idroklik insonmiz. Parvona jasoratidan andoz ilishimiz kerakki, zinhor qarg'ulachi doğurmasligimiz kerak. Chunki imkoniyatsiz ishga bel bog'lab, o'zimizni o'tqa ursak, behuda halok bo'lamiz. Arzu havaslarimiz o'zimiz bilan birga kul bo'ladi. Qachonki imkoniyat hozirlansa, ul vatanga berishdan bizni banda to'siy olmas. Barakalloh, dedi Abu Said Mirza hayajonlanib. Oliylarning jasoratiga yana bir qatim qoyil bo'ldim. Magarki oliylarga oshundoq imkoniyatlarning hozirlanganligiga isbot ko'rsatsam, Mo'g'uliston eliga berishga rag'batlari bormikin? Yunusxon Abu Said Mirzaga yo'lt etib qaradi. Ikki juft ko'z bir-biri bilan to'qnashdi. Yunusxon Abu Said Mirzaning ko'zlaridan to'lib toshgan bir ishonchni his qildi. Agar oshundoq imkoniyatlar bo'lsa, parvona jasoratini ko'rsatishga ishonchimiz bordir. Yunusxonga to'liq ishonch qilgan Abu Said Mirza Iroq, Eron va Arabistonni istilo qilish orzusi borligini, ammo Mo'g'uliston sultoni Eson Bug'oxonning cho'ng tahdid bo'lib qolganligini, uningdan xotirjam bo'lolmayotganligini yo'shirmay bayon qildi. Oliylarni chaqirtib kelishdagi maqsad muddalarimiz ana shu, dedi Abu Said Mirza. Otimiras taxt saltanatlarini qaytirib olishlari uchun lashkariy yordamni qilchilik o'ymaymiz. Buning badaliga sizlar bizni enalari Sulton Eson Bug'oxonning tahdididan ozod qiladi. Garchi biz har qaysimiz birdan elni tasarrufimizga elib yurtdorchilik qilib kelgan bo'lsakmi, obo ajdodlarimizdan tortib yiltizimiz, tilimiz, dinimiz bir qavm qarindoshlarimiz. Jannat makon To'g'liq Temirxon oliylarining vafotidan keyin buyuk tasarruf parchalanishga yuzlandi. Keyingi vaqtlarda shavkatlik buzrukvorimiz Amir Temur Ko'ragan oliylari dastlabki qatim ko'tarilib chiqqanda, To'g'liq Temirxon oliylarining shafqatiga noil bo'lgan amirlar uni e'tirof qilg'is kelmay, itoatgardanini to'liq sunmadi. Shu sababdan ularni qatl qilsa ayib bo'ladi. Ilojisiz suyurg'atmish xonni xon qilib tikladi. Xonlik farmon turkiy nishonlarni uning nomida tutdi. Suyurg'atmish xon vafot bo'lgandan keyin o'g'li Mahmud sultonni uning o'rnida o'ltirg'izdi. Ammo shavkatlik Amir Temur sohib Qur'on uchun bu bir ismdilli iborat edi. Mahmud sulton Samarqandda tutqun holatda yashaydi. Saltanat ishlarini boboy buzruk Amir Temur o'z oldiga bajardi. Keyin boboy buzruk rasmiy taxtda o'tirib saltanatni o'zining nomida jakarladi.
Ol sahip Qıran büzürkvarımız vafat bolğandan keyin Mavara-ün-Nahir saltanati Şahrukxan aliylərinin qoluğa ötdi. Gerçi Şahrukxan aliyləri saltanatni adolat bilan so'rgan bolsumu, o'g'illarga ziyoda kang qo'lliq qilib, tasarrufning ko'p qismini shularga beribdi. O'z og'isi bo'lmish Miranshah hazratlarini chetga qoqdi. Uning pushtini saltanatga yaqin yo'latmadi. Hala bugungi kunga kelganda Mavara-ün-Nahir, Xurason va Farg'ona vodisining taxtigohi ul Miranshahning pushti bo'lmish manga nisib bo'pti. Ammo boy degandek Shohrux xilof ustidan bo'lmish bir qism xonzodalar insofsizlik qilib taxt da'vosi qilyotdi. Mo'g'uliston sultoni bo'lmish enalari Eson Bug'axon bo'lsa, Farg'ona vodisiga tahlika selib qisqavyotdi. Texi yaqindala Andijonni bulang-dalong qilib qaytib ketdi. Hozir men oliylarning qozoqlik hayotiga xotima berib, oliylarni faqirlik libosidan ajratmoqchiman. Üstü-boshlarga shohona xil'atlarni kiydirib, xillangan bahodir lashkarlar bilan Mo'g'ulistonga avatmoqchiman. Xil'at degan chopon, to'n deb izohatdi. Buningdagi shart shuki, bundan keyin ilgirki Mo'g'uliston xonlarining yo'lini tutmag'aydi. Chunki ul xonlarning hammasi toki enalari Eson Bug'axongacha Amir Temur avlodlarining hammasi avlod bizning nökrimizdir deb da'vo qilishib, tasarrufimizga tahlika selib keldi. Endi sizlar bu da'voni tashlag'aylar. Gerçi qadimda shundoq bo'lgan bo'lsa-mu, lekin hozir ul martaba qolmabdi. Hozir men o'z oldimga podshohdirman. Boshqalarning meni nökrim deyish haqqi yo'qdir. Shunga hozirdan boshlab xo'jayin, xodim degandek atoqlarni tashlag'aymiz. Bir-birimizni do'stlik, qarindoshlik otiqi bilan atab, podshohlik yusuni bilan xat yo'llag'aymiz. Bundan keyin butkul avlodlarimiz bu qoidani alad davomlashtirg'ay. Qarindoshlik mehrini julolantirib, abo ajdodlarimizning ruhini xotirjam qilg'ay. Ori, xon oliylarining maqsad muddolaridan tutilgan kalomi bizga xuddi oldimizga munu oyoqdagi ochtakli oyon bo'ldi. Dedi Yunusxon tavazzu bilan eg'iz ichib. Rost aytdilar oliylari. Bizlar emas, ul ishki aldagi avom ra'iyatmi, abo ajdodlarimizdan tortib qavm qarindoshdir. Qumul, Turpan, Qashqar, Yorkand, Xotandagi bir oddiy avom Andijon, Buxoro, Hirot, Toshkent, Samarqandga kelsa, til zabondan qiynalmas. Shundaqla bu tasarrufdagi har qanday bir avom ul tasarrufga bosma ham shundoq bo'lur. Til dilning elchisidir. Tili bilinmagan qavmning dilini zinhor bo'lib bo'lmas. Buning uchun har qanday chegara to'saqlar amalsizdir. Xon oliylari shunchalik himmat ko'rsatgan yerda kaminalari vafo, sadoqat go'harini e'tiborlab saqlag'ayman. Balki uningga do'stlik, qarindoshlik mehri bilan julo bergayman. Yunusxon Abu Said Mirzaning madad berishi bilan inisi Eson Bug'axondan toji taxt qaytirib olishga qat'iy bel bog'ladi. Abu Said Mirza bergan lashkar va oziq-tulik bilan yo'lga chiqdi. Avval Turkistonga kelib, onasi Davlat Sulton Malika bilan ko'rishdi. O'g'lining uzoq yillar o'tgandan keyin katta g'ayrat bilan lashkar tortib kelganligini ko'rib, Davlat Sulton Malika hayojidan bosolmay yig'lavatdi. Ilkidagi Turkiston lashkarlarini Yunusxonga o'tkazib berdi. Shuning bilan Yunusxon bir tilla kuchaydi. Oyg'oqchi avatib o'z vaqtida o'zini vatanga qaytishga, taxtni qo'liga elishga undigan Mirkarim Bardibek Akbardi Mirzo bilan yoshirin aloqa o'rnatdi. Ular Yunusxonning Oqsuv lashkar tortib kelishini qo'lladi va kunchi amiri Shirhojibekni Yunusxonni qo'llashga ko'ndirdi. Yunusxon udulla Oqsuv lashkar tortmay, avval kunchi vatisiga kirdi.
u birinchi qadamni qaramliq bilan lashkar tortib, inisining hokimiyatini bo'ysundirishdan emas, xalqning ko'nglini rom qilishdan boshlagan edi. Ko'nchi amiri Shir Hojibek sadoqatini bildirish uchun qizi Eson Davlatxonimni Yunusxonga nikohlab berdi va Yunusxon bilan Eson Davlatxonimni ajdodlarning qoidasi bo'yicha oq kigizning ustida o'ltirg'izib, rasmiy xonlik jakarladi. Shuning bilan Yunusxonning nomi Mo'g'uliston elida qayta tarilishga boshladi. Tadbirli Yunusxon buninglik bilan to'xtab qolmadi. Ostirdan elchi avatib, har qaysi viloyatlarning amirlarining to'mirini tutib, rayini sinashga, bir amal qilib ularni o'ziga tortishga kirishdi. Yana bir tarafdan Badaxshon hukmdori Sulton Muhammadxonning huzuriga berib, do'stlik, sadoqatini bildirdi. Sulton Muhammadxon bilan Abu Said Mirzaning qiynota kuyog'liq munosabati bor edi. Yunusxon bilan kuyog'li Abu Said Mirza o'rtasidagi do'stlik kelishimdan oldin ola xabar topgan Sulton Muhammadxon Yunusxonni qo'llaydiganligini bildirish va shu orqali Badaxshon hokimiyatiga Mo'g'ulistondan kelgan xavfni tugutish uchun ikkinchi qizi Malika Shoh begimni Yunusxonga nikohlab berdi. Shunday qilib, Yunusxon Badaxshon hokimiyatining kuchli qo'llashiga erishdi. Akisining lashkar tortib kelganligi va xonlik e'lon qilganligi haqidagi xabarni olgan Sulton Eson Bug'axon oldirab denab urushga tayyorlik ko'rishga kirishdi. Shunday qilib, Abu Said Mirza Yunusxon orqali Eson Bug'axonni cheklash muddasiga to'liq yetgan. Yunusxon atrofidagi hukmdorlarning qo'llashida o'z hokimiyatining dastlabki asosini puxtalab olgan edi. Mushu sababdan Mavara-un-Nahir vodisida Abu Said Mirza, Turkiston Ko'nchi vodisida Yunusxon, Mo'g'ulistonda Eson Bug'axondan iborat 3 hukmdorning danqon putiga o'xshash 3 ochmoq hokimiyati shakllandi. Hurmatli anglovchilar, yozuvchi Yosinjon Sodiqcho'g'larning Bahodir Ma'ma nomli tarixiy romanining 2 qismi mush yerda oyoqlashdi. Ko'ngil qo'yib olganlarga rahmat, xayr xo'sh, omon bo'lgaysizlar.